Mana bu videomuzda ikinci kısmı. Biz hozir videoni necha soniya bo'lsa o'shasini yozamiz. Demak 10. Kichik qilamiz, bosdik. Bizning maqsadimiz ish ustorimiz bir donagina olmos topish. Ya'ni olmos kesash qo'y qolamiz. To'g'ri, men eski versiyadan nazorat qilaman. Ammo unchalik yomon ham emas. Yangi versiyada o'ynab ham chiqaraman agar 50 ta yig'sam yo 3 ta podpисчик yig'sam. Menda 7 ta obunachi bor. O'sha obunachilar 10 ta bo'lsa, keyin bu videoning keyingi qismlari ham chiqadi. Sehrlash istoriyasimiz bir. Ikkinchi donamiga boramiz. 3. Olovga qarshidan bo'lmaysiz. Men yasashni bilmayman. Balki shu yo'l o'rganaman debman. Har doim bilib qo'yinglar, 2 ta tayoqcha yasanglar kerak bo'ladi. Shundoq baxtim bor ekan, yonimizda tog' bor ekan. Yo izminut, yo olmos topsam o'yin tugaydi. Yonimda odam bor ekan, hayron qoldim. Jinni vaqt gapirmayman, kutasizlar. Sizga qolmagan bo'lsalar, yanchini gapirmay turaman. Menga gapirish unchaga yoqmaydi, ammo aytganimdek qolmanglar deb gapirishga majburman. Ko'rib turganlaridek biz deyarli yasavotgan narsalarni ana bo'ldi. Bizga ovqat, divon kerak edi. Versakda olamiz. O'zbekchasiga ish ustod beradi. Esingda tursin, har bir videomiz 5 minutlik. 5 minutdan video chiqaraman. Bundan oldin ko'rgan videolaringni hammasini chiqaraman. Yaxshi, ovozni o'chiryapman.